خىتاينىڭ شەرقىي تۈركىستاندا yo'lga qo'ygan assimilyatsiya siyosati بالىلار فوندى جەمئىيىتى tayyorlagan kishini ھەيران qaldırıdىغان دوكلاتى كۆrsەتتى. دوكلاتى خىتاي ھۆكۈمىتى o'tirg'a qo'ygan jazo lagerlarida 3 millionga yaqin uyg'urlarning borligi o'tirg'a qo'yilgan bo'libmi bolalarning qilingan ziyonkashligiga mundaq tushuntirilgan. Cho'nglar siyosiy ma'arif va tarbiyalash lagerlariga qamalgan vaqtda bolalar davlat yotiqida tutib turildi. Xitoy hukumatı a'ilini parchalashni siyosat sifatida qo'llandi. Doklatda jazo lagerlarida tutilayotgan Uyg'urlarning sonining 3 millionga yetganligi ta'kidlanib, mundaq deyilgan. Şərqi Türkistandagi kundalik turmushni kontrol qilish va bostirish Uyg'ur, Qozoq va boshqa osonliq millatlarga ta'sir ko'rsatadi va bu qilmishlar xalqaro qonunning kamsitishga qarshi turish belgilamasiga xilof. Doklatda jazo lagerlarida tutilgan quramiga yetganlarga oid uchurlarning intayin cheklik ekanligi ta'kidlanish bilan birga bolalar ayrim qismda bayon qilingan. Doklatda tuvandagi bayonlar bor. Lagerdagi quramiga yetganlarga oid uchur va sonliq ma'lumotlarga erishish intayin mushkul bo'lsa-mu, ammo bolalarga oid uchur va sonliq ma'lumotlarga erishish oson mumkin emas. Cho'nglarning tutib turilishining oilalarga parchalash xarakterlik yomon ta'sir ko'rsatadiganligi aniq. Xitoy hukumatı Uyg'urlarning keng ko'lamlik mەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىۋاتقانلىقىغا oid ishonchlik va yetarlik paketlar qarmay mەجبۇرىي ئەمگەكنىڭ mavjudligini davomli inkor qilmoqda. Atalmış Uyghur Abdunum rayonluq hökumət 30 aprel Xitoy Tashqi ishlar ministrligida yana axborot yig'ini o'tkazib, Uyg'urlarni mەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىۋاتقانلىقini rad qilgan. Atalmış Uyghur Abdunum rayonluq hökumətning bayonotçisi Şugöşyanın ilgari surishicha, Şinjan xalqaro əmgək təşkilatının nizomnomasiga izchil amal qilmoqda ekan. Xalqaro əmgək təşkilatının bildirishicha, Xitoy hozir qadar bu tashkilotning xalqaro kelishimlariga imzo qo'ymagan. 30 aprel o'tkazilgan yig'inda atalmış Uyg'ur Abdunum rayonluq kiyim-kechak ilgirki jəm'iyətining muavin boshlig'i Obul Hasan Obul Qosim va Olida Turdahmat ismli qo'ljidagi bir kiyim-kechak korxonasining ishchisini guvohlik bergizgan. Olida Turdahmat atalmış Şinjandagi har millat xalqi xizmat tanlashlarkin, qayerga berib qanday xizmat qilishni o'z ixtiyori bilan tanlay oladi degan. Xitoy hukumatı mەجبۇرىي əmgəkning mavjudligini inkor qilsa-mu, biroq u xalqaro əmgək nazorat qilish tashkilotlarining tekshirish elib berishini rad qilib keldi. 30 apreldagi axborot yig'ini Uyg'ur elida ishlab chiqarilgan mahsulotlarni boyqut qilgan shirkatlar texnik ko'payayotgan mezgilda o'tkazilgan. Xitayning Şərqi Türkistanda icra qilayotgan terror siyosatiga qarshi Xitayning Almutada turishli Xitoy konsulxonasi oldida o'tkazilayotgan namoyish davomlashayotgani 80 kundan oshgan bo'lib, 30 aprel namoyishchilar Xitoyning Almutadagi bir cho'ng restorani oldida norozilik bildirgan. Ko'pincha onalardan tashkillangan namoyishchilar qo'llarida Xitoy tarafidan Şərqi Türkistonda jazo lagerlari yoki turmaga solingan oila a'zolarining suratlarini ko'tarib, Almutadagi Xitoyning cho'ng oshxonasi oldida namoyish o'tkazgan. Namoyishchilar Xitoy Qozog'istondan chiqib ketsin, lagerlar taqalsin, Xitoy oila a'zolarimizni qo'yivsin degan shiorlarni to'lg'an. Buningdan bearam bo'lgan Xitoy mehmonlar oshxonadan chiqib ketishga majbur bo'lgan. Yashangan bir ayolning bildirishicha, Şərqi Türkistonda Xitoy tarafidan lagerga qamalgan oila a'zolarining da'vosi uchun boshlangan namoyish 82-kunga qadam qo'ygan bo'lsa-mu, biroq Xitoy konsulxonasi namoyishchilarga hech qanday javob bermagan. Bugun g'azablangan namoyishchilar Xitoy restorani oldida norozilik namoyish qilgan. Xabar qilinishicha, Shvetsiya parlamentida Şərqi Türkistondagi ırqi qirg'inchilik haqida munozara o'tkazilgan. Egilanishicha, 2 hafta ilgari Shvetsiya Xristian Demokratlar partiyasining parlament a'zosi Lars Adaktoson, Shvetsiya tashqi ishlar ministri Anna Lindindin Xitoyning Şərqi Türkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoiy qilmishi masalasi haqida savol so'ragan. Bildirishicha, bu muzokara yig'ini tashqi ishlar ministri Anna Lindinning parlament a'zosi Larsning savoliga javob berish uchun o'rinlashtirilgan. Muzokara yig'ini 30 aprel juma kuni Shvetsiya parlamentida o'tkazilgan. Yig'inda Xitoyning Şərqi Türkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik terror siyosati maxsus muzokara qilingan. Ma'lum bo'lishicha, yig'inda tashqi ishlar ministri Uyg'urlarga qilingan ziyonkashlikni Amerika, Kanada va Gollandiya hal qilgan usulda irqiy qirg'inchilik deb qaror qilishga tayyormi? Ministr Xitoyning Şərqi Türkistonda ijro qilayotgan jinoiy qilmishlarga qarshi qanday harakat qo'llanmoqchi qatorliq muhim masalalar muzokara qilingan.
Xitoy ئالەم punktiga ئەۋەتكەن raketa كونترولدىن chiqib ketgan bo'lib, yer sharini tez suratda aylanayotgan raketa parchalarining qayerga tushadiganligi ma'lum. Xitoy 4-oyning 29-kuni 5B uzun safar nomli raketani ئالەم boshlig'iga ئەۋەتكەن. Raketa muvaffaqiyatli qo'yib berilgandan keyin modul qo'yib berguvchi asosliq gavdadan chiqib, planlangan orbitaga kirgan. Raketaning asosliq to'pimi ilgari planlangan dengiz okeaniga qo'nishi kerak bo'lib, ammo undaq bo'lmagan. Raketa gavdisi kontrollikdan chiqib yer sharini aylanishga va parchalanishga boshlangan. 21 tonna og'irlikdagi 30 metrlik raketa zapchastlarining qachon va qayerga tushib ketadiganligi noma'lum. Mutaxassislar bu parchalarning 10-may atrofida shimolda Nyu-York bilan Madrid, janubda Chili bilan Yangi Zelandiyaning Wellington o'tirishidagi rayoniga tushib ketishi mumkinligini mo'ljallandi.